Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonliklar 2-maydan boshlab hajga yuboriladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekiston musulmonlar idorasi Haj 2026 mavsumi 2-maydan boshlanishini e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, 18-mayga qadar har kuni Saudiya Arabistoniga aviaqatnovlar amalga oshiriladi. Ziyoratchilar 9 ta hudud: Toshkent, Namangan, Farg'ona, Andijon, Samarqand, Buxoro, Qarshi, Termiz va Urganch shaharlaridagi aeroportlardan Madina shahriga to'g'ridan-to'g'ri uchadi. Ularni Madina shahriga yetkazish Saudiya Arabistonining Fly Adeal aviakompaniyasi tomonidan, vatanga qaytarish esa O'zbekiston Airways tomonidan amalga oshiriladi. Haj tadbirlarini tashkil etish bo'yicha quyidagi tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Ziyoratchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, meningit kasalligiga qarshi emlandi. Rasmiy haj vizalari va boshqa zarur hujjatlarni rasmiylashtirish yakunlandi. Ziyoratchilarga guruh rahbarlari biriktirilib, safar oldi mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Qayd etilishicha, ayni paytda Saudiya Arabistonida bo'lib turgan Haj 2026 mavsumi ilk ishchi guruhlari hamkor tashkilotchilar bilan birga mehmonxonalar, Mino va Arafot vodiylarida ziyoratchilar ibodatlarini bekamu ko'st ado etishi uchun munosib sharoitlar tayyorlash bo'yicha faol ish olib bormoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi ijtimoiy tarmoqlarda haj ibodatini tashkil etishda oid turli reklama va e'lonlar ko'paygani sababli fuqarolarga murojaat bilan chiqib, firibgarlardan ehtiyot bo'lishni chaqirgandi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.